O'zi travma degani nima o'ynamsa, travma deymiz. Lekin bechoralikni yashiruvchi bechoralardan bular. Travma degani. Tashqi travmani ko'radigan bo'lsak, tashqi travma avariya natijasida kallangizlar tegishi mumkin. Qo'lingiz, oyoqingiz bu tanaga berilgan og'riq. Ayrim hozir men psixologlarni ko'raman-da, o'sha yosh qizlar internetda chiqadilar-ku. Har xil savetlarni beradilar, lekin men o'ylayman, ayollarni tupiga tiqadilar. Ya'ni jinoyatchilar ham sud ekspertizalariga borganda shu qismi gapli. O'zini qarash ham miyasi buyruq bermagan, o'zini qarash xayolina kelmagan. Lekin o'zini achinib turgan nimasi his etib turibman. Prям o'zini ichi o'shib turibdi. Yuzi soldimi, asildimi? Men yomon bo'lib turibman deb keladi. O'zdekki bir o'yinga qarab men yomon bo'lib ketdim. Lekin shu to'g'ri, Reels ko'rmaka, misol uchun Instagram ko'rmaka, serial ko'rmaka, boshqa narsalarga vaqt topiladi, lekin 10-15 minut shu o'qida topilmagan vaqt navda baytxonada endi bor. O'zini sevishdan, o'zini qadrlash menimcha o'zini gero yasab oladi. Men bolalarimni boqib turibman, pul topib turibman. Bularning ichidagi ichki xavotir, qo'rquvni insonning shu sohasi gaplaydi. Ham ayollarning eng katta etadigan xatosi, men har doim aytaman. Dog' bilan kurashib yuzini har xil kremlarni surtadilardan. Dog' getiradigan yuzni lipid qatlamini buzib, dog'ni kuchaytiradilar. Psixologiya, aldoqchi psixologlar, har xil psixologiya bilan ishlashlar rivojlanib boryapti. Ya odamlarning psixologiyasida bir kasallik bo'lib turibmi? Nima uchun mening bo'lib turibdi? Ozodabga, siz kosmetologiyada necha yildan buyon xalqaro kosmetolog bo'lib shug'ullanib kelyapsiz. Ayollarning go'zalligini go'zallik qo'shib, misol uchun, ko'pincha men o'zim ham ko'p yoningizda yurgan vaqtimda ko'p narsalar amin bo'lganman-da. Misol uchun yosh qizlarni kelib, o'zidan o'zi misol uchun oddiygina bir eng yaqindagi o'yinni doldurib, misol uchun $100, $200 to'lab ketgan qizlarni ko'rganman-da. O'zi bir qo'shiray, kamchilik joyi yo'q, oydin his. Lekin nechun navda bo'ylaysiz? Nechun ko'nglida olmaydi hozir qizlarning o'zidan? Ya bir yoqimsiz bo'lmasalar. Bilmasam, men 18 yoshar qizlar ham hozir oxirgi vaqtlarda o'zim ham hayron qolaman. 18 yoshar qizlar ham kapakimni olasizmi yoki qoshimni nit bilan tortasizmi, yuzimga forma yasab berasizmi, menga eng kim yoqmaydi dahalim, yoki skola chiqarib bering, yuzim yoqmaydi deb ko'p murojaat etadilar. O'ylanib qolaman shunday vaqtda bulara o'zi shuning tabiiy xushro'yliklarini ya bilmaydilar, ya bulara navdir yetmaymi? Ko'proq siz bir psixolog bilan uchrashib keyin menga keling degan tavsiyalarni ham ko'p berganman. Yosh qizlar, 18 yoshdan ham yosh qizlar ham murojaat etadilar. O'zimdan qoniqmaslik. Menga deydi, yoqmaydi, yuzim yoqmaydi deydi. Shahzodabga aytadi, bularning kallasini ish boshladi deydi-da, misol uchun. To'g'ri aytadilar. Bularning kallasini tozalash kerak boshda deydilar. Qiziqli, mengadim qiziqli. Ya novdan bu qiz bolalarni o'zi chiroyli bo'lsam, o'zidan ko'ngli dolmasligini novdan deb o'ylaysiz. Hozirgi kunda asosan ijtimoiy tarmoq orqali o'zini solishtirish va ichki bo'shliqni shu orqali doldurishga harakat etish. O'zidan qoniqmaslik hissi bu qo'rquv, xavotir beradi-da insonga. Bu obsessiv buzilish deyiladi. Shu obsessiv buzilishni kompensiyasi bu borib to'g'rilatish. Miyadagi xavotirni shuni to'g'rilatish orqali tinchlantirish. Lekin bu vaqtinchalik. Qaysidir joyini to'g'rilatib bo'lgandan keyin yana ichindagi solishtirish, ichindagi pastlik kompleksi, ichindagi bo'shliq bo'lmasa, bu odam yana boshqa joyidan boshqalar bilan yana o'zini solishtiradi, yana topadi bahona o'zini o'zgartirishga. O'zini o'zgartirishni istagan odam bu o'zini galib chiqishidan norozilikni bildiradi-da o'zi. Chunki inson yaratmagan, insonni Xudo yaratgan. Demak, bu to'g'ridan to'g'ri yaratuvchiga nisbatan ham pretenziya deyiladi-da o'zi. Ichki norozilik bilan yashash bu ichki xavotir, qo'rquv kuchi turadi. Eng tengda hamma narsani o'zgarishni xohlash. O'zgarishni xohlashning to'g'ri yo'li bor, bunning yo'li bor. Bu tarafdan ketishlik obsessiv kompulsiv buzilish ko'pchilikda. Shunday ayollarni ko'raman. Yuzlari ajin bo'lsa ham, yuzi so'lg'in bo'lsa ham, shuning ichida prujina mahkam. Ishonchi kuchli o'zini. Samotsenkasi baland. Shunday xo'sh qizlar bor. İçi dökülüp bo'lgan desa bo'ladimi? Ichi olindan boshqacha qiz bo'lib chiqadi. Birini ham zo'ttirishi kerak, birini ham zo'ttirgan sayin zo'ttirishi kerak. Bir galin qiz normalniy kasbi, oilasi, hammasi normalniy bir qiz
geldi. Bir kız emas bular. Köpçilik birisini Ha. aytib ötecekmi? Yüzümüz ötüp berin. Karasam uje saçın aralarından kesikler düşken. Neçe yaş bu? 25 yaş bu. Men eşitdim Yüz şu kvadrat. yüzünü tartış üçün beden kesip tikediler de ben tartadılar. Şunu Ava, aytdırız. şuramla ullu uje. Lekin yenem zöttürjek. Yüzünün forması buzulup bayadır. Endi aytadi, men taxlatgandan keyin aytadi, "Azdepke bunchalik vaqt turadi, meni ya meni kulakimni orqasidan tarttirsam yaxshimi ya?" Yani gelishda halda, ishlashda halda aytadi. "Azdepke bu dedi yüzüm yuqorisidan tarttirgandim, endi past asıldı. Endi kulakimni orqasidan tarttirsam ekan, sakakimni pastdan kestirsam ekan, nishatsam ekan." "Yo'q, to'xtang, siz to'xtashingiz kerak. Siz 40ga kirganda chekcheksiz. Kestirib nima qiladi? Buning bo'lmaydi. Hech kimning qo'lida sehrli tayoqcha yo'q. O'zingni bor narsangni saqlash kerak, chiroyli bo'lib qarash kerak." Ha. Shu bizani kosmetologlarni aytib beradigan ishimiz, qarashni sekinlashtirib, chiroyli qarasha harakat etamiz qo'limizdan kelgancha. Lekin hech bir kosmetologni, hech bir xirurgni qo'lida sehrli tayoqcha yo'q. Ya ko'rganmiz shuni plastik operatsiya etganlarni yosharib ketganini. Baribir o'zini Baribir. yoshida turadi. O'zini yoshida O'zini qoladi. yoshida turadi. Biyologik qarashga qarshi chiqishdan bu. Biyologik qaraydi-ku inson. Shunday yaratilgan. Bu biyologik qarashga qarshi chiqish bu ichki nazorat va qo'rquvning kuchliligidan kelib chiqadi. O'zini chiroyi orqali tashqi olamdagi xavotir berib turgan odamlarni boshqarish. O'zini yonida olib qolish. Shu narsadan yosh holatida shu narsani shu o'zini o'zgartirishga qattiq bel bog'lash bu obsessiya deyiladi. Ya'ni miyada to'xtovsiz aylanadigan bir xil yopishqoq, yiringlab ketgan fikrlar. Obsessiv kompulsiv buzilish. Nodimiz uni travma deymizmi endi? Yo'q, u travma emas. Lekin travma natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni o'zidan qoniqmaslik bu o'zi ichki ishonchsizlik. Ishonchsizlik esa travma natijasida paydo bo'ladi. Bu obsessiya ham shuni narsa, miyada bir xil fikrni to'xtovsiz aylanishi. Masalan, ko'pchilik ayollarda ozishim kerak degan muammo bor. Shu ozishim kerak deb yuradilar, har xil ko'fyalar bu kompulsiya. Ya'ni fikrni to'xtatish. Ya'ni keyin detoks bir narsalarni qilish bu kompulsiya. Lekin inson nechalim ko'p shu ozishim kerak degan fikrni ko'proq aylantirsa, bu ham stress beradi insonga. Hayotini boshqa nalari taraflariga ochib qolib ketadi. Insonni diqqati bir joyga qaratib qolinadi. Natijada esa bu boradidan detoks nalar foyda bermaydi. Chunki miya o'z-o'zidan ozishim kerak degan stress bilan qarshi kurashib turgan bo'ladi. Shundan keyin buni kompulsiyasi, kuchli kompulsiyasi esa oshqozon operatsiyasi bo'lib turibdi. Oshqozon operatsiyasi bu obsessiyani kompulsiya orqali bostirish. Bostirish bu kompulsiya deyiladi. Shu baribir oshqozonni oldirmasam o'limman deydi-da. Keyin ozadi. Keyin miyani ishga oladi, qabul qiladimi? Yo'q. Oshqozon operatsiyasi bo'lgan ko'pchilikda baribir ichki organlarda baribir kasalliklar keyinchalik kelib chiqadi. Chirish boshlanadi bularda asosan ko'pincha. Miyadan bo'ladi bu. Chunki miyada insonni ortiqcha vazn berib turgan, gormonlarini o'zgartirib turgan fikrlar o'zgarmagan, hayot tarzi o'zgarmagan, odatlari o'zgarmagan. O'zi odam nechun ko'p yeb qo'yadi? Anoreksiya va bulimiya bor. Anoreksiya bu ovqat yemaslik, bulimiya ko'p ovqat yeyish. Ya'ni ichki bo'shliqni ovqat bilan to'ldirish yoki bo'lmasa anoreksiya butunlay o'zini yo'q qilish uchun ovqatsizlikni tanlash. Shuni Ovqat yesang azatib yeb o'tiraverasan-ku, buni psixologiyada baholanadi. Masalan, men hassat ovqat yeyishni yaxshi ko'raman. Hazzat ovqat yeyish bu siz yeyishni samirib ketaman, endi verim chiqadi, bunday bo'lib samiraman degan fikrlar kelmasa siz, bu norma. Normal. U norma. Ko'p yedim. Lekin ko'pchilik insonlar ovqatga qarab turadilardan, 6 dan keyin yesam samiraman deydidan, bu fikrni to'xtatib bilmaydidan, fikr ko'payib baribir shu orqali yeydilardan 2 marta qisinadilar. Hozir o'lmay qoldim deb qisinadilar, keyin bu yegan uchun yana qisinadilar. Miya qabul etdi, seni yeb turganingni yemedim deb qabul etadi miyada, eshitdim. O'qivadim shuni. Yemedim deydi. Men yemasligim kerak edi deb yuborasiz-ku, misol uchun yemasligim kerak edi. Shunda miya qabul etadi ekan, yemedim deb. Siz 2 barobar etib yeysiz uni baribir. Men bir shogirdim borda, non yesam ham, agar men qo'y yesam ham samirmayman dedi. To'xtam yeydi, non ham yeydi, pechoni ham yeydi, fikr esda turadi lekin. Fikr kuchi ham bor. Genetik moyillik ham bor. Genetik moyillik ham bor. Lekin ko'pchilik ayollardagi semizlikni asosiy genetik moyillik bo'lmay turib ne bo'lsa, bu gormonal buzilish. Gormonal buzilish esa stressdan kelib chiqadi.
Stressni oqibatında. Stress natijasida odamda kortizol, adrenalin gormonlar o'zi kerak odamga. Harakatga undovchi gormonlar ular insonni. Lekin bular me'yoridan baland chiqadi. Keyin bu ayollarda yani stress natijasida uyqusizlik kelib chiqadi. Ha. O'zi stressni günlük stres bor masalan yana. Bugungi shu ishimiz ham bizlarga stress beradi masalan. Hozir bu yerdan chiqib biza o'z mijozlarimizga yana ketamiz, bu ham stress beradi bizlarga. Biza bu günlük stressni uyqu orqali parchalaymiz. Sog'lom uyqu orqali. Eng odamni ozdiruvchi eng zo'r narsa bu sog'lom uyqu. Ya'ni 22:00 dan to kechki 3:00gacha bo'lgan vaqtdagi uyqu. 90% odamlarda shu uyqu kamayib ketgani hisoblanadi. Naborot qayta biza shu deyishda shu vaqtida uxlamaymiz, naborotini uxlaymiz. Unda endi shu stress misol uchun odamda har xil vaziyat bo'ladi. Shu stress bo'lgan vaqtimda misol uchun men o'zim ham sevganman. Именно universitetim bilan o'zgarishlar bo'lgan. Yuzim osilib boshlagan bo'lgan o'zimga. Tipa endi azo debgina boramanda misol uchun aytaman, yo'q, hech narsa kerakmidi deydi, lekin seziladi ozgina. Misol uchun birdan xoriqqigan bo'lamanmi? Yuzimda sezilgan bo'lamanmi xoriqganim? Bir novu bilan bog'liq endi uni organizm bilan stressni bog'liqligi. Nerindan? O'zidan ko'p organizm bilan stressni bog'liqligini. O'zi psixologiyada psixosomatik kasalliklar, somatopsixik kasalliklar bor. Psixosomatiklarni hammasi bu stressdan kelib chiqadi. Masalan, ko'pchilik mijozlar yana keladi, yerim og'rib turibdi, oyog'im og'riydi, yuragim urib qoladi, doktorga boraman, hech narsa chiqmaydi, menda aniqlab bilmaydilar. Siz sog'lomsiz, psixologga boring, ya nevrologga boring deydilar. Shuning vaqtida bularni travmalar bilan, bolalik holatlari bilan ishlash kerak. Chunki vaqtida his qilinmagan xavotir, qo'rquv hissiyotlar ichana ko'milib qolgan bo'ladi. Bular chiqishni istaydi va keraksiz joyda panitik atak orqali chiqishni boshlaydi. Keyin bu stressni yuzga ta'siri esa odam stressga berilgan vaqti xo'mrayib yuradi. Xo'mrayib yurgan vaqti insonni yuzida 44 mimikasi ishlaydi. 44 mimika ishlaydi. Bu ortiqcha ishlash. Ortiqcha ishlash esa уже derini osilishini, o'zgarishini, tirishib tushishini sababchi bo'ladi. Gulib yurgan vaqtimda esa 17 dona mimika ishlaydi. Gulib yurgan vaqtingda. 17 dona mimika ishlaydi. Ana shuni natijasida odamning yuzida stress natijasida tirishish, keyin endi sizni yo'nalishingizda men nalarni bilmayman. Bizada stressdan ichki organlar zarar ko'radi. Birinchi gormonlar o'ynaydi. Ichki organlarning ta'siri yuzga bo'ladi. Yuzdagi so'lishlar, ko'z tagida chuqurliklar, ajinlar ko'payishi, soch to'kilishi, hammasi gormonlarni, kortizol gormoni ko'p ishlab chiqadi organizmda. Hammasi jigarga ta'siri bo'ladi. Jigarda ish yaxshi bo'lmasa, yuzni terimizni holati buziladi. Stress birinchi o'rinda qarishga sababchi bo'ladigan ko'rsatmalardan stress bo'ladi birinchi. Endi buni iloji ham yo'q-da, uni baribir stresssiz yashamaslikni yo stressga tushmaslikni baribir iloji yo'q. O'zi Lekin normadagi stress bor. Normal stress bor, normadan baland surunkali stress bor. Surunkali stress insonni kasallatadi. Surunkaliga tushib qolmash kerak. Surunkaliga tushib qolmaslik kerak. Endi hayot tezlik zamoni bo'lib turgan vaqtda surunkaliga tushmaslikning iloji yo'q. Lekin o'tiravermaslik kerak-da u joyda. Nolunib, hammani ayblab, keyin o'zini ichidan kritika aytish ham bu insonni ichida ich qotishina sababchi bo'ladi. Stress birinchi navbatda bizning immunitetimizga javob beradigan qismimiz bu ichak hisoblanadi. Immunitet esa ichakdan boshlanadi. Demak, birinchi stress ichakni tonus etadi. Yo insonni ichi ketib qoladi, yo ichi qotib qoladi. Shu vaqtida уже ichaklar sizni yegan ovqatingizni sovurib, qonni chiqarishi kerak. Ichakni devorida naylar bor. Ana shu naylari sizni yegan ovqatingizni foydali elementlari chiqishi kerak. Ana shu elementlar ichakdan tashqariga chiqmay qoladi. Chunki ichakda nima bor? Qotib yotibdi, axlat, musor qotib yotibdi. Sizni yegan ovqatingiz chiqib ketadi, to'g'ri? Ikki ichakni qamirab yotgan axlatdan esa qoni zahar chiqadi. Ana shu vaqtda уже siz yegan narsa immunitetingizni tiklashga xizmat etmaydi. Siz stressingiz battar immunitetingizni tushiradi va bunday vaqtda siz ko'proq yeb qo'yasiz, yegan narsangiz esa u ichakda qotib qoladi. Ana shuni ichak tonusi bo'lishi natijasida, spazmi bo'lishi natijasida уже stressga berilgan insonda darrov yuzida toshmalar toshishni boshlaydi. Srazi bo'ladi. Yosh qizlarda masalan urushib qoladi birov bilan yoki bir jonli stressga tushadi, yo ajralishga majbur bo'lib, boshqa bir holatlar bo'ladi-ku. Shuning vaqtida men o'zim guvoh bo'lganman, shu iri toshmalar chiqib ketadi yuzlaridan bir kunning ichida.
Promomni o'tgan. Aynan. Masalan, Bir günün içinde şuning bo'ladi. Stressdan qijimalar, ishemik allergiyalar chiqib ketadi butun badani bilan. Endi buni Tashmalar. ishlatish kerak. Shu holat bo'ldi. Yaxshi holatdan chiqish uchun nima ishlatish kerak? Misol uchun, hozir siz aytib tursiz, u stress orqali kirgan narsani psixologik baribir davolash kerak. Misol uchun, shuning doshma chiqib ketdi stressdagi odamga. Nishatib ta'sir etish kerak unga. Misol uchun, kosmetolog ta'sir etib bilanmi unga yo psixolog ta'sir etib bilanmi? Ikki taraflama. ikki taraflama ishlash kerak buning vaqtida. Ikki taraflama ishlab, organizmga ham kosmetolog bilan, ham o'zi detokslar bilan yordam berish kerak, ham psixologik tarafdan ham. Lekin shu detoks ichib, keyin kosmetolog bilan yana borib shug'ullanib, lekin psixologik omilni bartaraf etilmasa, ya'ni stressga sababchi bo'lib turgan fikr, xulosalar, qotib qolgan insonlar miyasidan ketmaydigan fikrlar ketmasa, bu yetmaydi. Kosmetologga borgan vaqtinchalik natija berib turadi keyin. Mayli, bir vaqtda yana shu stressga tushsa yana doshadi. Yana stressga tushgan vaqtda yana doshib ketadi. Ikki taraflama harakat etishi kerak shunda odam. Masalan, shu balog'at yoshindagi qizlarda, o'g'il bolalarda ko'rasiz-ku, yuzini toshma toshib ketadi. Shu gormonlar bilan bog'liq. Stress gormonlaringizni o'ynatib tashlaydi. Uzoq muddatli, chuqur, surunkali stressda yurish bu hatto insonni IQsini pasaytirib tashlaydi, ya'ni aqliy qobiliyatini. Inson o'zi telefonga qarab turib, novga kim urjakadimi o'zi deb turadi, bir xonaga kiradi, nechun kirmadim bu xonaga deydi. Keyin kimnidir raqamini eslab qolish kerak bo'lsa, уже minutdan keyin yodidan chiqib ketadi. Ya'ni уже insonda stress diqqat, xotira, idrok, tafakkurni buzilishina sababchi bo'ladi. Surunkali stress. Chunki bizani o'zbek xalqi asosan surunkali stressdan emas, surunkali nevrozda yashaydi. Nevrozda yashaydi. E'tibor etmaydilar. Problemang bor, давление ham ko'p beriladi o'zbeklar. Nevrozda Yonimizdagi yashaydi, odamlardan. depressiyada yashaydi, lekin e'tibor etmaydilar. O'zini majburlab yashashga harakat etadilar. Majburlagan sayin tana kasalliklar orqali to'xtatadi insonlar. Shu to'xtash ham e'tibor bermaymiz vaqt. Keyin уже davolab bo'lmaydigan darajadagi kasalliklar boshlanganda insonda majburan to'xtaydilar. O'zi aslida onkologik kasalliklar ham shuning ichki organidagi katta shuning asoratli kasalliklar ham stressdan bo'ladi. Qadimda analarimiz aytganku, ich qussa bo'ldim, yana bir narsa bo'ldim, ichim chuvridi degan gaplar. Aslida shu gaplar meditsina bilan bog'laganda jigarni ishdan chiqishi, qabziyat, hamma narsasi shu narsa bilan bog'liq bo'lgan. Qadimdan ham stressdan qisinishmadan deydi ular. Qisinishmadan qaddi bukildi, qisinishmadan ko'tarib olmayman nim bo'ldi. Bularning hammasi stressdan chiqib olmaganning oqibatida bo'ladi. Shu jigarni zararlanishini psixosomatikasi bordan. Jigarni bilsangiz, ya'ni og'riqsiz, narsiz zararlanishni boshlaydi. Bu eng yaqin insonlarimdan kuchli nafrat va xafagarchilikni ko'tarib yurish natijasida bo'ladi. Chunki bizani tanamizda, masalan, ichaklarda qabziyat natijasida ichaklardan qoni zahar so'riladi. Miyadan esa stress chiqib turibdi. Stress gormoni kortizol chiqib turibdi. Bu ikkisi birgalikda qaysi organdan filtrlanadi? Jigardan filtrlanadi. Jigarda bu toksik modda bo'lib ushlanib qoladi. Kortizol bilan ichakdan chiqib turgan zaharlar. Va bu jigarda ushlanib qolinadidan tanaga toshma ko'rinishida allergiya. Toshma, dog'. Shu narsalar ko'rib boshlaydi. Hamma narsa. Xiralik, derini Sovuqqolgandan sovish. Jigar kasalligi kasalligi bor odamlar birinchi o'rinda xafagarchiliklarini ko'rib chiqishi kerak. Masalan, ko'pchilik hozir podkastni ko'rgandan keyin savol berishi mumkin, ichadonlar deb. Ichadonlarni usiz ham jigari churiydi-ku deb. Ichadon odamlarning o'zi travmasi ko'pligidan ichadi. O'zi miyasi, ko'pchilik erkaklarga savol bersangiz aytadi-ku, "Necha ichasan? To'xtat bu ichishing" desak, miyam dam oladi axir deydi. Shu savolimizdan javobi miyasini dam olishi haqida javob berib turibdi o'zi ular. Miyang nechun og'rib turibdi deyish kerak o'zingga. Miyangda nov bor. Novni ko'p o'ylab tursan. Ya'ni ichish bu obsessiyani kompulsiya orqali, oshqozon operatsiyasi orqali bostirish bo'lsa, aroq ichish inson miyani shu aroq bilan vaqtinchalik stressini to'xtatib qo'yishdan. Bundan ham bu somatopsixika deyiladi. Ya'ni tashqi omillar natijasida tanani kasallanish. Psixosomatika esa psixika zararlanishi natijasida tana kasallanishi bo'lsa, somatopsixika masalan narkoz, avariya, ko'p ichish natijasida tashqi ta'sir orqali organizmni zararlanishi va keyin organizm to'g'ri harakatlanib bilmaganidan keyin psixikaga уже odamni ishonchsizlik, ana shu qo'rquv, xavotirni ko'payishi bilan ta'sir etadi.
Shunday o'zi inson psixologiyasi, biologiyasi, fiziologiyasi bir xil. Birsini turtki bo'ladi. Aytishini. Inson psixologiyasi deganda ayollarni psixologiyasini men murakkab deb o'ylayman. Ko'pchilik ayollar kosmetologga murojaat etgan vaqti kimnidir ushlab qolish uchun harakat etadi. Ko'pmay guvoh Ha, bo'lganman yozda. O'zini kimnidir dardidan ushlab- chiqaradilar, chiqani Aa. dinatib. Kimnidir ushlab qolish uchun yerini zo'ttiradi, bu yerini zo'ttiradi, labini dolduradi. O'zini yaxshi ko'rish uchun aytsa bo'ladi-ku. Ha. O'zini yaxshi ko'rish uchun. Men aytaman, bularni bir psixologga ko'rsatish kerak. To'g'ri. Chunki ayol o'zini yaxshi ko'rish ko'rishi kerak. Qachon o'zini yaxshi ko'rsa, o'zi uchun harakat etsa, yuzini chiroylatdimi, o'zi uchun qilsin. Yo, kimnidir olib Aa, qolishi kerak-ku, yo Yuzini o'zini yoldiratishni go'sht qo'yishi kerak. xohladimi, yo yuzini xo'rshay bo'lishini, so'lg'inligini olishni yoki o'zidagi xafa ko'rinishni yo'qotjakmi, buni o'zi uchun qilsin. O'zini yaxshi ko'rsa, uni atrofidagi odamlar ham hech qachon hech yerga ketmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Dostoyniy odamlar har doim yonida bo'ladi. Dostoyniy odamlar. O'zini yaxshi ko'rmaslik bilan o'zini yaxshi ko'rish nedan farqli endi u? Misol uchun Endi o'zini yaxshi ko'pchilikda- ko'raman degan odam shat biladi o'zini yaxshi ko'rishni. Ko'pchilikda o'zini yaxshi ko'rish degan narsa hozir soxta bo'lib boryapti-da. Brend narsalarni o'zingga ravo ko'r. Qimmat narsalarni ko'r. Ko'chada bor, kimlar ol, o'shab turgan xarid bo'lsa shu qil. ishni aytsa yaxshi Qimmat ko'raman deb restoranlar qo'ydi. bor. Lekin shu narsa deb o'ylab turibdi ko'pchilik. Ichinda o'zini yomon ko'radigan qismini ana shu narsalar bilan berkitib cheklar. Lekin ko'pchilik ayollar brend narsalarni ham olib turibdi, qimmat restoranlar, qimmat davlatlar ham bor, zo'r sayohatlarni amalga oshirib turibdi, lekin ichki xotirjamlik yo'q. Huzur yo'q. Huzur yo'q. U joyga borib, Xudoni bir inson uchun yaratgan ne'matini ko'rib, lazzatlanish yo'q, ko'z quvonchi yo'q, qalb xotirjamligi yo'q. Уже bu narsalardan ham ko'pchilik ayollar charchadi. Chunki o'zini sevish deganda shu narsalar eldan suriladi. Уже bu narsalar ham soxta ekani, Internetda ko'ramiz, Ava. misol uchun o'zini sevish shunday ekan deb o'ylaymiz, misol uchun. soxta ekanini namoyon bo'lib boshladi. Endi o'zini sevish bu aslında qo'rquv, xavotirsiz yashash, ichki xotirjamlik bilan yashash. Kimnidir fikrini qaram bo'lmaslik, kimgadir qaram bo'lmaslik aslında. Ko'pchilik narkomanlar narkotikka qaram bo'lsa, ayollar erkakka qaram. Shuning uchun ham ular yonida olib qolishni xohlaydilar. Yonimda dur degan sayin ular ketishni xohlaydi. Chunki bir erkakni qamoqqa qo'yib olib qolib bo'lmaydi. Ham ko'pchilik erkaklar suniylik emas, tabiiylik tarafdori. Siz suniylik bilan uni olib qolish uchun qilgan harakatingizni ular yaqqol biladi. Chunki erkaklarning ichida ichki donishmandlik kuchlidan. Ichki donishmandlik kuchli, sizning mimikalaringiz, Dididan tana harakatlaringiz orqali sizni nov yetishmay turganini yoki nov ortiqcha bo'lib turganini yaqqol aytib berib biladilar. Men aytaman-da, ko'pchilik ayollar eng zo'r psixolog yonlaringizda, erkaklar. O'zlaringiz bilmaysizlar lekin. Ko'pchilik aytadi, men yana erim ham shu gapni aytadi menga. Men aytmabman ekan, e'tibor bermagan ekanman deydi. Yana kosmetologiyada endi azibon taraf aytib o'tdiki, suniylikni sezib qoladi deb. Lekin shuning metodlar bor, suniylik beradi, lekin bizani aynan meni texnikalarimda men suniylikdan qochib ishlayman. Ayollarni o'zini masalan siz 5 yil oldin chiqib bo'lgansiz, hozir 5 yil oldingi vaqtingizda holatingizda emassiz-ku. Men oldimagan patsientkalarimni 5 yil oldingi holatini kelishim kerak. Meni aytadigan ishim. Meni protseduralarim bilan. Masalan, botoks ishlagan vaqtimdan ko'pchilik odamlarni, erkaklarni qiziqlanadilardan kosmetolog degan vaqtimda polpa chishiradigan, lab chishiradigan, yuz chishiradigan, kapak kesadigan, yuz kesadigan, shunday informatsiyalar bilan qolib ketgan odamlarni bilaman. Shunday o'ylaydilar. Mana avtomatik ravishda siz aytdingiz, suniylikni sezib qoladilar. Lekin kosmetologlarning hammasi suniy ishlamaydi. Uni agar joyinda chiroyli tochkasini kerak narsani qilinsa, bu uni haqiqiy o'zini yoshligini aytib beradi. Toza Meni o'rgangan o'rganib kelgan narsalarim toza imенно o'rgangan shuna. texnikangiz shu. Toza o'rganib Ma'noda. kelganim ham konturniy plastika bilan full face ishlagandam ayollarni 5 yil, 10 yil holatini joyiga keltirib qo'yish kerak. Uni sun'iy yoddahan yasab, yuzini formasini o'zgartirib, yo verini bunday tortib, yuzini boshqacha etib qo'yish. Bu narsalar meni texnikamda bu narsalarga men qarshiman. Yo, misol uchun bir nalarni ko'raman. Botoks urdirib, mashinkalarni yozaman deb botoks urdirib, qotib qolib, darpan o'lmay, yelim xo'ja qolib yuradilar. Birov qatiqqanni yaxshi ko'radi. Bu yana psixosomatikada deysizmi siz? Psixikasi bilan bog'liq. Birov shu qatgan vaqtda o'zini u yerini sezadi. Peshonasi qatib yaldirab turishi kerak. Undilari uni halolini yetib berasiz. Bu narsa bilan hozir men aytib turgan narsani farqi yuz
xohlasangiz, xohlamasangiz biologik qariydi. Ava. Biologik qariydi. Qarish oynada o'zini ko'rgan sayin xursand bo'lmaslik hissini olib tashlash uchun men yana kosmetologga keladilar. Yuzim xorigan bo'lib turibdi. Az debki yuzim yoqmay turibdi oynaga qarasam. Nechun menim xorigan bo'lib turibman? Mening ishim yuzini oldingi holatına qaytishga harakat etish. Yuzindagi bo'shliqlar, jirovoy paketlar yetib cho'kishlar, bu narsalarni hech bir narsa tahlolmaydi. Agar shu narsa bilan odam o'zini yaxshi his etadigan bo'lsa, masalan mening ishim bilan shuni mana shuni tushuntirib beraman sizlarga. Umuman kasb Ayollar- ishlarni umuman aytmaysiz, Yo'q. bering bilaman. Shunday bir ayol keldi. Men og'riqachidanman dedi. Такой. Men og'riqachidanman, og'ritmay ishlang dedi. Men tanimayman. Aslında yaxshi dedikdan, lekin buni og'riq qoldiruvchi qo'ygan bilan u narsa ta'sir etmaydi biza ishlaydigan yerimizga. Tinchlanish uchun og'riq qoldiruvchi qo'ydik. Keyin ishlash jarayonimiz bir soatdan o'tib borayotir, уже ta'sirlar ketib bo'ldi. Yuzini bir tarafida ishlagandan keyin ikkinchi tarafida dorini ta'siri qolmadi уже. Yangi ayol довольный. Agar Ya natijani Ava, ko'rib boshlab, nechik bir yan yuzi уже ko'tarildi, yoshardi. Nisha bo'kilursan ham vaqt olmaydi. Kiprikini shunday ham qoqmaydi. Shunday chidab svobodniy o'zini berib o'tiradi. ko'ngli xotirjam bo'lgan. Xotirjam. O'zini bo'lgan ishonchi ortadi. Yaxshilik qaytadi. Masalan, so'lib turgan yuz bilan oynaga qaraganda o'zini xursand his etolmaydi. Har bir ayol o'zini go'zalligi bilan ko'proq baxtli bo'ladi deb o'ylayman. O'zini go'zal ko'rishni xohlaydi. Yuzindagi xafa ko'rinish, yuzunda so'lib turishi, vaqt o'tib biologik jarayon bilan shuni jarayon keladi-ku, buni oldin hozirgi holatidan oldingi holatini qaytarib qo'ysa, bu ayollarni yana o'zini bo'lgan ishonchini yana oshiradi. Oilasina bo'lgan muhabbatini, masalan, turmush o'rtog'iga bo'lgan muhabbatini, hayotga bo'lgan qiziqishini, men shularni ko'zlarida ko'raman, prям ko'zlari yonadi-da. Shu narsadan men adrenalin Yangilikni olmoqchi yaxshi ko'radi. O'zimni ishim Ko'ylak olsak azatamiz, misol uchun ko'ylak kiysak, bir O'zimni narsa. ishimni shunday kompot bo'lib sevib, klientni yuborib bergandan keyin bu narsa men kofe ichib azatasan-ku. Shundan azatib qarab o'tiraman. Zo'r bo'ldi-a? So'nib ketdi-a deb. Bu narsa ham odamona ayollarning go'zalligini qaytarib berish. Bu kosmetologiyada sun'iylikka girmaydi. Bunday ishlash. To'g'ri shunday nimalar bor. Masalan, aytadi, oqshomga ham bir qiz aytadi, sun'iylikni yaxshi ko'rsa, hech Yo'q, bilmaysiz. yo'q, kerak protsedurani taklif etish kerak. Kerak protsedurani. Bu boshqa problema bilan kelib turibdi. Buna bu boshqa protsedura aytib turibdi. Pulni bu to'laydi-ku, uyina boradi. Men dedim $100 berib keldim, bizmi hech o'zgarmadi deydi. Masalan, shu $100 bilan yuzini o'zgartirish mumkin. Unga nima kerak bo'lib turgan bo'lsa, shu tochkaga shu narsani qo'ysang, bu so'njak. Lekin unga boshqa narsa ishlab beradilar. O'sha u dudala bo'ladidan yana bir kosmetologga boradi. Unga boradi, problemasini aytadi. Keyin buni ishlaydi. Keyin uyga kelganda yana oynaga qarab, yuzim o'zgarmadi. Shuncha. Oqshomga ham qiz aytadi. Shuncha kosmetologga bordim, sizga kelganim deydi. Oxirgi o'zimni aqtatib keldim. Oxirgi ish meni kosmetologga borishim. Agar shu kosmetologga kelib ham o'zgarmasam, boshqa kosmetologga bormayman, shu yuzimga rozi bo'laman. Asilsam uyalmayman, yuraveraman men. Shu uchun keldim. Siz menga tavsiya berasiz deb. Ya Rossiyada kosmetologlarga borgan akami oqshomga. Yo'q. Boshqa birov keldimi? Boshqa aka keldi. Keyin uni so'zlashib ko'rib, keyin uzatishdan oldin ko'rsam, aytadi, yaqinda dedi, shu turmush o'rtog'i bilan orasida problemasi bor ekan. Men dedi, turmush o'rtog'im kelincha yuzimni men undan nafratlanaman dedi, lekin yuzim so'lib osilib turmayishi kerak degan vaqtda meni dedi. Men xo'shayman deyishi kerak, ko'rsatib qo'yishi kerak. Men undan nafratlanaman dedi, lekin u men yana kelgan vaqtimda meni yuzim yaxshi bo'lib turishi kerak. Endi bu normal holat emas, lekin to'g'rimi? Ichki holatni tashqi go'zallik orqali berkitishga harakat etishdan, ichki nosog'lomlikni. Shunday ayol ina masalan, turmush o'rtog'iga nafrati uchun ham xo'shay bo'lish uchun kosmetologga keldi. Siz bularga shab yordam bera olasiz. Bu go'zallikka ichine intilishdan nevrotik intilish deyiladi bu. Ya'ni Men yordam berdim, meni yordamim bilan довольный bo'lib ketdi, lekin baribir men uni his etdim, ichi yig'lab turibdi. Ichi yig'lab. Bu ayol bilmayman o'zi psixologga ehtiyoji bor ekanini. Ichki holatini to'g'rilash orqali ayol erini yonida olib qolsa bo'lishini bilmayman.
Uje Indi tän u alyp berende hemme lekin närsege näme bolganda. köpçülik Ha. bilmidi. Menen birinçi märte eşitdim. Indi aýtyň şunu açyň indi. Taşky alam bilen wagtynçalikdan uşlap galyş. Çünki siz giyimiňizni, ýüziňizni, hemme närseni özgertirip bilesiz. Lekin içki holat özgermese bulany kaçanaça özgertirip ýürüsiz. Kaçanaça uje adamyň maliýewi tarapy hem, keyin başga taraplar hem götermedi uje her taraflama närseni, giyimini özgertireberişini. Asly özü insanyň içki alamy gözel bolmasa, içki alamynda tinçlik bolmasa, taşky alamy dogrulaş arkaly tinçlik izlep ýaşaýdy-da. Yani tazalyk hem ükesinden gitken ýollaba. Ana şu ýollar hem şuny hawatyr bozuluşy dym köp bulan içinde. Bulan çellemese bileşip erini ýanynda alyp galyşa haraket etgeni saýy şunçaly uzaklaşadylar. Çünki ýukarda aýtyp ötkenim erkekleriň içinde danışmentlik bar edim-ku. Bulan içindeki içki hawatyr korkuwuny insanyň şu sohasy gepliydi. Yani jinayetçiler hem sud ekspertizalara barganda şu kısmy gepli. 100 kısmyny bize çukur öğrenemiz insanlar. 100 kısmı tene hareketleri insanyň içindeki hawatyr bozuluşyny korkuwuny polna geplep duran. Erkekler bunu içki danışmentlik, instinkt bilen, intuisiýa bilen bilse, bize uje okup bilemiz bu närseni. Aşu närseni biledi we lekin eýallar hata etdiler. Yok dogry lekin siz ýana barışlarym. Lekin şu bilen birgelikde içki holatynyň üstünde işleş gerek-da. İçki holatny notinçlik boýbatsa, taşky tarapdan bu huddyki ýani dişiň agyrganda doktora barmy, sitramon, köpüň içip bilgen bilen bir hildan. Bu uje bu içindägi şu näsene könikkendan, men şu näseni his etdim. Könikken uje, razy şu närsege. Lekin prosto üzüne karap goýjak, što bundan biçara demezler. Lekin beçaralykyny ýaşyrywçy beçaralardan bular. Beçaralykyny tän alolmaýyn taşky gözellik arkaly beçaralykyny görsетmesige hareket etýüçi beçaralar. Nerselere karamlik bam. Bu karamlik meselen ýukarda aýtdym, narkotikge karam bolsa adam, erkekler, narkomanlar. Eýallarda köpünçe erkeklere karamlik güçlü. Bam karamlik, bam karamlik. İkisinde şahsiyetinde bozuluş var. Şahsiyetinin üstünde işleş gerek-da. Neden bozulady indi ol? Şahsiyet özü bizede 14 ýaşa bolan däwrimizde desturlanamyz-da köpünçe. Çünki bize 14 ýaşaça bolan däwirde näçün bolalik travmalaryň üstünde işleş gerek. Çünki bolalikde bizde filtr bolmaýdy. Ata-anamyzdy uruşturganyny görsek şu bize. Ekem ýaman dep kabul etemiz. Ekem urutturtdy, ekem ýaman. Apam biçara dep kabul etemiz. Lekin tengeni bir an tarapynda bu eýalam ýaman boluşy mümkin. Bolalik travmalary neçe ýaşdan bolady? Bolalik travmalary özü insanyň ruhy ona karnında 4 aýlyk 10 günlikinde ruh berilgen wagtda 10 ýaşy şekillenir. Yani ruhiyet bu 10 ýaşdy. 10 ýaşy şekillenir. Şunça aýtadylar onalary, hoşlaýan nerselere kara, söýünüp ýür, gülüp ýür, özüň halan närselerini alyp ýe, hursent bolup ýür. Sen nowuny his etseň bolan his etedi. Doktora barsaňyz bolaň bilen gepleş, koluňy koýup gepleş, ekesi gepleşsin, koluny koýsun diýdi. Hemme närseni his etedi bola. Ona stresde bolsa, homiladorlyk däwri stresde ötse, uje bolada rad kılanyş travmalary ona karnyndan başlap düşüşni başlaýdy. Özü travma degeni näme inam? Travma Mesela ine travma degeni siz bir bolalikdeki travma degeni. Taşky travmany görediň bolsak, taşky travma awariýa netijesinde kelle izlet ýeşi mümkin. Kolys, aýakys, bu teneýe berilgen agryk bolsa travma, taşky travma. İçki travma bu ruhiyete berileden agryk, kalpa berileden agryk. Kalpny içinde içki bola bolady-da, ruhiyetniň içinde içki bola. İçki bola hiç kaçan ýokalyp gitmedi insanlar. İçki bolasy travmany teýinde kak gitken insanlar hayatda ýaşaşa nispeten näse peseýip gitedi. İşonçy, hayatçanlyky peseýip gitedi. Gülgisi sohta bolup kalady, şüküri nasaglam bolup kalady. İjadkarlyky, kesbinde rywajlanyş kemeýip gitedi. İçki bolasyndan travmasy kem bolan adamny ijadkarlyky güçlü bolady. Goýalaryny yaratyşı, yaratuvçanlyky güçlü bolady. Goýa. Travmasy köp adam da hawatyr, korku, buzuluşlary köp bolady. Ramka içinde ýaşaýdy. Ramka içinde ýaşaýdy. Ulany başgaryş üçin adam gerek. Ulany özüni fikirmez, kimnidir fikiri başgarat. Köpçülik erkeklerin apasy başgarsa, ölen gelinine eýaly başgarat. Köpçülik eýallar näse hemme başgarat.
Chunki bularda ne uchun o'zini fikrini aytishga qo'rqadilar? Chunki travmasi kuchli. Travmani berib turgan og'riqi kuchli. O'zini fikrini aytsa, yomon ko'rsanib qolishdan qo'rqadi. Qachondir u o'zini fikrini aytganda yomon ko'rsanib qolgan. Rad qilingan, o'chib o'tir, qopilib o'tir, sen kichkinasan, so'zlama deyilgan. Va ana shu xulosani hozircha ko'tarib yuribdi ko'pchilik ayollar. Gaplamasligim kerak, aytmasligim kerak degan narsani. O'zi aslında travma ota-onalarimiz ham birinchi marta yashab turdi. Ota-onani aybi yo'q deydi. Bizning otalarimiz ham, ota-onalarimiz ham bizdan ko'p travma olgan bo'lishi mumkin. Cheklim ota-onada ko'p travma bo'lsa, bolaga ko'chiradi, bu bola o'zini bolasini ko'chiradi. Keyin tarbiya mobaynida, masalan, tarbiyani modellashtirib oladi. Ota-onani ishab yashab turgan bo'lsa, bola ham shuni yashaydi. O'zini yashash modelini yaratmagan. Nechun? Chunki ichida o'zini og'riqlaridan hosil bo'lgan model bor. O'sha og'riqlaridan hosil bo'lgan modelni to'g'rilamaganlar. Bu separatsiya deyiladi. Separatsiya. Ko'pchilik ayollar opasi ajrashganmi, qiz ham ajrashadi. Bu ham ajrashsa, bu ham ajrashadi. Qiz ham ajrashadi. Bu genetik takrorlanish deyiladi. Bu genetik takrorlanish emas. Prosta psixogenetika deb. psixogenetika emas bu. Psixogenetika deb ongsoqgina to'nkab qo'yadilar. Gendan o'tmaydi bu narsa. Masalan, bola tug'ilganda tug'ilmasidan eldan ajram bo'lgan bo'lsa, qiz bola, akasiz voyaga yetsa, u opasida erkak bilan ishab gaplashish kerakligini o'rganmay turibdi. Opasini ruxsat so'rash orqali ko'chaga chiqishi kerak, unga bo'ysunishi kerak degan narsalarni ko'rmay turibdi, his etmay turibdi. Ona turmush o'rtoqsiz yashab turgan ona erkin, bu qiz ham erkin. Lekin ayollardan ustunda dominant erkak bo'lishi kerak qaysidir joyda. Va o'sha otasiz voyaga yetirib turgan qiz farzandlarni faqat onalar qarab turibmi? Ma'lum bir yoshga kelganda boshqarolmay qoladilar. O'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham boshqarolmay qoladilar. Ota tarbiyasi shuning uchun kerak. Va keyin bu qiz 5 yoshgacha, 14 yoshgacha bo'lgan davrda onasini ham erkak, ham ayol bo'lib turganini ko'rdimi? Ham boquvchi, ham ona. Hem uy bekasi, hem oilani ta'minlovchi odam bo'lib turganini ko'rdimi? Bu narsa norma deb qabul etadi. Uje akam qani meni atrofimdagi bolalarga qarasa akasi bor. Akam qani meni degan savolni berganda ko'pchilik onalar erindan norozilikni doğrudan-doğru farzandına ko'chiradi. Sen akangni niye deb yomonlaydi. Uje erkakka bo'lgan narsa bo'shliq bu erkakka bo'shliq. Shu bo'shliqni erkakka bo'lgan norozilik, nafrat, alam bilan to'ldirib qo'yadilar. Uje keyin bunning qiz farzand erkakka bo'ysunib ko'rmagan, erkak bilan ishab muloqot etishni ko'rmagan. Keyin buni turmushga chiqarasiz, erkinlikda yashab turibdi, bu erkakka bo'ysunishi kerak lekin. Bo'yin egishi kerak qaysidir joylarida bu xohlamaydi bu narsani. Men akama bo'ysunmayman. Akaga bo'ysunish no degan savollar javob yo'q bularning ichida. Chunki shuni tashlak ham bo'lishi mumkinmi masalan? Nabarot bo'lib, masalan, u erkak mehrini ko'rmagan-ku, может, era borgandan keyin eri bilan zo'r bo'lib ketishi ham mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Chunki bu opasini ko'rish orqali, opasini qiynalib turishi orqali doğrudan-doğru opasini qabul etmagandan o'zini fikrini yaratib bilgan. O'zini hayot modelini yaratib bilgan. Uning tajribalarimiz ham bor. Lekin asosan ko'r-ko'rona xulosalarimiz bor-ku bizning. Ana opasi qiynalib turibdi, ham pul topishi kerak, ham uyga qarashi kerak, ham bolaga qarashi kerak, qiynalib turganini ko'radidan, meni akam qani, nechun siz aytishingiz kerak hamma ishni degan savolni berganida, sen akang o'zi unniyadi, minniyadi narsalarni qaramaydi deb o'zini ichindagi erindan norozilik qizini ko'chiradi. Uje erkak modeli yo'q bu qizning ichida. Erkak modeli yo'q. Yo'q modelni ustuna nosog'lomlikni tushiradilar. Ana shuni natijasida uje bu yerda oila modeli xuddi uy imini shifrli bo'lsa, bir shifri yo'q uydin. Yasaladi bu qizning ichida model. Keyin uje o'zini modelini xos yashashni boshlaydi. Ina siz aytib turganing o'zini keyin akasiz voyaga yetib ham yaxshi yashab ketadigan qizlar o'zini modelini yaratib bilganlar. O'zini narsani yaratib bilganlar. Ya'ni niyatini to'g'rilab bilganlar. Chunki bizning travmalarimiz, bolalikda qabul qilgan ko'r-ko'rona xulosalarimiz bizning niyatimizga, orzu, maqsadlarimizga ta'sir etadi. Otasiz voyaga yetgan ko'p qizlarni ko'rsangizlar, ko'rsatib qo'yaman degan narsa bo'ladi. Akamga ko'rsatib qo'yaman men tashlab ketganini. Menning qizini tashlab ketganini pishmon etadi degan narsa bo'ladi. Akasini yaxshi ko'rgandan bo'ladi menimcha. Akasini yaxshi ko'rgani ichini bilintirishni xohlamaydi. Ichini shu yaxshi ko'rishini ustunda kibr, manmanlikka turadi-da. Ayrim hozir men psixologlarni ko'raman-da, o'sha yosh qizlar internetda chiqadilar-ku, har xil sovetlarni beradilar. Lekin men o'ylayman, ayollarni tupiga tiqadilar. Eridan ayiradilar. Eridan ayirish darajasigacha zo'r motivatsiya beradilar-da, ajrashib bo'lgandan keyin ayolini menimcha yo'l ko'rsatolmaydilar. Shuning psixologlarni chiqarasiz. Ajrim bu yechim emas hech qanday holatda.
Lekin Doğrudan doğru ajrash demeydi-ku. Ha. Ajrash demeydi-dan nima deydi? Siz meni yaxshi tushundingiz. Ava. Ava, sen buni deysan, ering bunda tishi kerak. Sen masalan falon soat uxlading, ering ham falon soat balon qarashi kerak. Nima desam ekan shu? Nishab tushuntirsam bo'ladi sizga shuni? Yo, tushundim sizni. Ava. Lekin ajrashish darajasigacha olib boradilar. Ayollar O'zingni o'z sevishing huquqini kerak, sen bunda tishing kerak, sen bunda tishing kerak, sen buni yeysan, sen buni yeysan deb akkiladilardan ajrashib bo'lgandan keyin ajrashgan qizlarni men baxtli bo'lganini ko'rmayapman. men hozir Shu narsani masalan men deshondan qarab, o'zimga farzand tarbiyasindamizku bizlar ham. Atrof muhitimdagi narsalarga qarab ajrashish darajasigacha ikkiladilar. Aql beradi, sen o'zingni yaxshi ko'rishing kerak, sen unda tishing kerak, sen buni yeysan. Bir narsalar deydilardan ajrashib bo'lgandan keyin u bilan hech kimni ishi yo'q. Keyin Aryana dardini davo o'zini yo'q. o'zi erkin. Keyin bo'shatadi. Birovlarni, puli bor erkaklarni gapini, masalan, gapini oshib bo'ladidan buyum bor erkak bilan, buyum bor erkak bilan, buyum bor erkak bilan Qo'ldan qo'l qolib ketadi. Uni eridan yaxshi erini topib nishab borish uchun nishatish kerak edi. Eng yomoni uni farzandlarini o'zini akasidan boshqa yaxshi aka yo'q-da. Eng yomoni. Ajrashaman deb axtatib keyin masalan 25-yilda men har bir konsultatsiyamdan keyin xulosa yozadigan daftarim bor-da. Nechanchi yil, necha yosh, necha farzandi bor, nechun keldim men yana deb hamma narsani yozaman. Xulosa berildi, uni hayotini chap o'zgardi shu xulosalar orqali. Hamma narsani yozib qo'yaman. Bir haftalacha oldin hisoblab chiqqanimda eng ko'p ajrim bilan ishlaganman 25-yilda. Shularni 90% ajrashmadi lekin. 10% ajrashgan bo'lsa, bular 3 taloq sababli ajrashdilar. 3 taloqdan keyin uni iloji yo'q-da. Уже bo'lib bo'lgandan keyin bu narsa yarash degan narsani biz taklif etolamiz. Undan keyingi hayotini to'g'rilashina yordam berib bilamiz. Ajrashajak bo'lib axtatib keyin ayollar aytish kerakki, hozirgi stressi 40% stress. Ajrashgandan keyin bu 40% bir 20% 10% tushami? Shunda ajrash. Agar tushmasa ajrashma. Sen hozir uying, joying, ovqating, bolalaringni kiyimi, o'zingni kiyimingni ta'minlab turibmaring. Bu narsalarni sen ustiga qaytib ketadi keyin. Sen bu 40%lik stressing ustini 80% doldurasan. Bu joyda sen hem erkaklashasan, hem bir tana ikki funksiyani bajaradi. Ya'ni ayolning tanasi erkaklashib ketadi. Уже gormon o'ynashni boshlaydi. Masalan, miya uni navbat turibdi. Matki bor, ko'krak bor ayollarda. U narsalarni to'g'ri ishlash uchun gormon kerak. Lekin ayollikni his qilmaydigan, erkaklashib ketgan ayollara miya o'ylanib qoladi. Bunga gormon beramiz desak, funksiyasini qaraman deydi. Qachon nerda ayollikni his etib turibdi bu? Bu charchab, o'lib uya keladi, xuddi erkakdek. Keyin уже bu ayollarda ortiqcha vazn, yuz osilishi, yuzda tirishchiqlar, shu narsalar keladi o'z-o'zidan, keyin kosmetologga murojaat etishni boshlaydilar. Masalan, menga shunday bir ayol murojaat etgan, 2 bolam bilan ajrashganman dedi. Eringni tashlab ketganmi, qochib bo'lganmi bilmayman, ajrashganmi 100% yodimda yo'q. Lekin dedi, men hozir erkaklik gormoni baland bo'lib ketadi deganini, o'zina qarash ham miyasi buyruq bermayapmi, o'zina qarash xayolina kelmagan. Ma'lum bir vaqt keyin 2 o'g'lim bor dedi. 2 o'g'lim, men real bor gaplarni so'zlab o'rganganman. Gaplavering ava. 2 o'g'li bor, 2 o'g'li bo'lgan. 2 o'g'limni o'qitib, bularni hayotda yo'lga qo'yib, bularni o'rnini topish uchun dedi, men o'zimni shu darajada o'zimga zo'r berdim. Hozirda dedi, bolalarim yaxshi shuni zo'r topadilar dedi. Bir bolam povur bilinman ko'p pul topadi, bir bolam yana bir yerda zo'r pul topadi. Apa o'zingiz qarang dedilar dedi. Men siz yana gap turibman, siz menga hech yetib bo'lmaydi deb turibsiz. Men plastik xirurgga berdim. Kojani tovari kачествоsi yaxshi emas. Уже plastik xirurg bo'lgan. Osilib ketgan. Bo'shashib, osilish kuchli, tovar kачество yaxshi emas. Buni men ishlaganimda masalan 40%, 30% yoshartirolsam, plastik xirurgda u zo'r natija oladi. Lekin u plastik xirurgga rozi emas. Lekin o'zini achinib turganini emas, his etib turibman. Prям o'zini ichi o'shib turibdi. Men nechun dedi, o'zimni chetga surib tashladim. Hozir menga bolalar, nechun yuzingiz bunchalik bo'ldi, apa, o'zingiz qarang axir deb turibdilar dedi. Men nechun kerak vaqtda o'zimga qarolmadim dedi. Polni o'zini bolalarına bergan, erkaklashib ketgan. Bir vaqtda kelgan vaqtida baribir hamma narsa joyida, lekin yuzini osilishi bilan o'zini vaqtli his etolmaydi. O'zini yaxshi ko'rolmaydi.
Wagtynda Bär özüne bir arka husny sürt taşany. her bir ayol niçik polajeniyada bolsam yüzüne etibar berişi gerek. Çünki bu ayol-ku ona Allah Taala onu ayol etip yaratgan, gözellik bilen yaratgan. Ha. Şu närsesi töküs bolmasa bir yeri kemtikdiň bu ayollarny men 100% görgenmen, 100%. Yüzü soldumu, asıldımy? Men ýaman bolup durupman dep gelediler. Az dep ki bir oýnaga karap men ýaman bolup gitdim. Yüzümni görüp ýaman boldum. Bäribir tolak bolmaýdy. Şuň üçin wagtynda niçik polajeniyada bolganda meselem köpçülik ayollar geledi. Bir meselem bir ayollarny wagtynda yüzüne karaşy gerek. Şunu wagt kaçan Azat äpke? Mesela ina, kaçan? özüň wagtynda 25 ýaşdan keyin deri karaşyny başlasa, 25 ýaşdan keyin uhudyny, üzüne ahamiýetini, bu terini genetikasinden, yüzüni adamyň genetikasinden, terini holatynyň, içki organlardan gelip çykady. Wagty diýeni şu närseni balansda uşap duruşy gerek yüzüni. Meselem, her gün geçgörün yüzüne naçnoy kremlar, haftada 2 merte maskeler, haça 25 ýaşdan keyin owkatlanyş, dogry uyku, dekorativ kosmetikalardan keyin yüzünü tazalaş. Bulara ahamiýet berip, niçik polajeniyada bolsam yüzüne karap ýürüş gerek. Mälim bir wagtda hemme näseni ýyňlaşdyryp, polny güýçni aýlaya berip, üzüni berip goýgan aýallar mälim bir wagta gelende üzüni tap ölmeýin stres öçediler. Beter bolady. Beter boladilar. Çetişini bilmeýdi. Bäribir Şu bunu wagtynda hareketini deň alyp barganda ýaxşy. hemme näseni balansda uşap duruş gerek. Men hazır Lekin bu näle karagandan bir 10 minut 15 minutdan ziyat wagtymyz Hawa. alýdy uhud. Lekin serial görüp oturady, telefonda gepleşip oturady, şu nerse kap gitedi. Bu bäribir esaret beredi. Esaret bergen nerse özün strese düşüşünem alyp geledi. Yüzüne karap üzünü sevmese, bu ýene bäribir strese düşer. Lekin şu dogry, reels görmek ýa mysal üçin Instagram görmek ýa serial görmek ýa başga nerselere wagt tapylady. Lekin 10-15 minut şu uhuda tapylmagan wagt nada baytylnady indi bu. Bular bahana. Ne, proyeksiya hymoya mexanizmi. Yani Yani hymoya kılady o. proyeksiya hymoya mexanizmi diýelim, kylyp bilmedim dep tan algandan göre arana aýlanyp gelip kylyp bilmeslikine bahana yaratyp beredi özüne özü. Bilmeýdi şeýle Yani- ödetişini, dogry? Adam meselen menem professional kursada okusam, men wagtym ýok oturyp ders işleyip oturmaka. Men okat etpürgenimde, ubor ketpürgenimde oşnikde işlep berýärmi. Dogry. Reels görüp oturanda telefonu koyup netse bolady şunu. Doğru, Okat etse doğru. bolady. Bizi içinden halasa Aslında yolunu tapady içki adam. hohuşy ýok, Hı. özüne karaşdan maksat ýok, özüne sevişden, özüne kadrlaş. Menimçe kısy üzünden yok. Doğru. gero ýasap Awa. alady. Men ballarymy bakyp durpman, pul tapyp durpman, öýümni işine etip durpman dep üzünden gero ýasap şu bilen meşgul bolup kaladylar. Şu wagtynda yüzüni berip goýady bala. Men özü yüzüm ýaxşy, men kosmetologga barmaganman dep ýüridirlerden keyin bana karap hayran bolup kaladylar. Şeýle bilmeýim. Bäribir yüzü asylgan aýal, menimçe aýal bu gözel hylkat, gözelligi bilen hem aýal. Her daim şu yüzünü asılışını haklamaydı hiçbir ayal. Yüzünü tırşıkı bilen yürüyüşünü haklamaydı. Şuň üçin wagtynda etibarly bolsa, ötür bermeýişi gerek da. Şundagina hemme näsesi töküs bolady. Indi hazır aýtdyk, uhud etişini bilmeýän üçin hem bahana tapdyrt. Uhud etişini ýollaryny, ýol ýoruklaryny bir halka öwretişmi, bir näse boýunça näme berip bilesiz halka? No, bir nerse şuny ýa öwretipmi? Ýa özüňizden bir nerse çykaryp berip bilesizmi? Halka şu dogry uhud boýunça. Profilimde dogry görünýär. Derslikler etkenimiz Telegram gruppalarymyzda bar. Uhud üçin men her daim aýtamyn. 25 ýaşdan keyin kollagen stimulasiýasy pesäýgen wagty bizani birinçi maşinkelerimiz peýda boluşyny başlaýdy. Mimika etken wagty, keyin bular astan-astan asylışa, göz teýindäki çöküşlere, yüzüni rengini hıralykyna, yüzdäki daglaram ötüp gitedi. Şu 25 ýaşdan keyin müntezem uhudny başlaş gerek. 25 ýaş karaşyny başlanyşy. Akşam gelýän pasientkem aýtady, şu 30 ýaşymda başlamapmandan diýdi. Adam üzü bäribir aňlyrabyşda his etedi. Kaçan işetişi gerekligini. 30 ýaşynda sezgen demek. Yüzünde özgerişlerini. Lekin şu wagty wagtdan bolmagandamy? Aynen, karap dep tuxum sarısyny sürtüp bir 3 gün ýürüýden keyin ötüp gitedi o närseden, sezgen wagtyndan.
O'tib keyin yana bir vaqt o'tgan vaqti уже yuzdagi xafa ko'rinish, yuzni o'rta qismidagi cho'kishlar, ko'z tagidagi chuqurliklar, o'zi aslida kollagen stimulyatsiyasi pasaygandan keyin bizani terimizni elastikligi ketadi. Shundan qarish boshlanadi. Kallaning shilemidan boshlanadi bu. Deri osilishi, qoshlarni burchaklari pasayadi, ko'zni burchaklari, burun pasga qarab o'sgandek bo'ladi, lab burchaklari pasayadi, yuz osilib brilyalarimiz hosil bo'ladi. Keyin baqbaqa, bu qomatni tik o'tirmasligidan baqbaqa hosil bo'ladi. Qo'llarimizda osilishlar, derimiz, qo'l derilarimizda Hem gravitatsiya. quruqliklar, hamma narsa hamma terida boshlanadi bu. Buni faqat yuzni o'tib yosharib bo'lmaydi-da. Polniy organizmdan yasharishi kerak. Yasharish, yoshlik degan narsa kompleks bo'lishi kerak. Masalan, yuzini qurshaytib qo'ysangdan bo'yning osilib tursa. Men hozir shunday Yoki fikrga qo'ling keldim. osilib tursa, yozda yursangdan ham yering bo'lsa, so'lg'in bo'lsa. Men Misol uchun ayollarni yoqasi- yuzi uchun aytishim mumkin issiq suv ichishni. Issiq suv ichishni aytib bilaman. Qabziyatni yaxshilashga yordam beradi. Ham miyani ozuqasi bu kislorod. Qon quyuq bo'ladi stressda yashab turgan ayollarda. Qon slishkim quyuq bo'ladi. Buning qonda kislorod bo'lmaydi. Kislorodsiz qon esa miyaga ne olib borolmaydi. Kislorod olib borolmaydi. Miyada keyin уже yana IQ buzilishni boshlaydi. Yana stress qaynashni boshlaydi. Keyin yangi aylanib yotgan fikr bor, o'zgarishim kerak, og'riqlashim kerak, ozishim kerak degan fikrlar qayta-qayta aylanaveradi tor doirada. Shuning bo'ladi. Miyaga yaxshi kislorod bormaydi stress vaqtida. Shuning uchun men stress yengish uchun butun dunyo tan olgan bu isbotlanganlar insonga yordam beruvchi iliq suv. Stressga tushganda iliq suv ichish Ava, kerakmi shunda? iliq suv ichishni tavsiya etib bo'laman. Butun dunyo tan olgan, ham psixologik, ham meditsinada ham isbotlangan bu texnikami, shuning desam bo'ladi. O'zini tartibga olmishni просто так bir stakan solib olib o'tirib, ichsam bo'ldimi? Endi ko'pincha hamma tavsiya etadi, ertalab och qorin. Och qorinda 1,5 stakan. Kilo vazningizni qarab turib ichiladi buni ham. Bo'lmasa endi teshikrovdan o'tib ichsalar ham bo'ladi, chunki pochkasida ko'p suyuqlik saqlab qoladi. O'zi stress birinchi pochkaga ham zararlaydi, chunki adrenalin bu pochka usti bezlaridan chiqadi. Kuchli stressda yashab turgan, surunkali stressda, nevroz, depressiyada yashab turgan odamning pochkasi ham og'riydi. Buni ayollarda sistit, shuning kasalliklar kelib chiqadi, pochka bilan bog'liq kasalliklar. Chunki pochka usti bezinda adrenalin chiqadi. Adrenalin chiqadi. Bu adrenalin esa pochkani funksiyasini o'zgartiradi. Non ishlatishni yoddan chiqarib tashlaydi pochka. Dog' temasin, dum ko'pchilikda problema bor. Dog'da endi hozir misol uchun nima desam, menda hozir dog' yo'q, lekin dog' bilan ham 20 yosh, 25 yoshli qizlar ham tanishlarim ko'pda. Men shu yerda dog'im bor, yo'qadi, yo tug'ilgandan keyin tushib ketdi, shuningdek. Undan endi uni psixologik tarafini, uni kosmetologik tarafini misol uchun. Kosmetologik Ham dog'ni tarafidan ketmaydi deydilar. ketmaydi. Kosmetologik tarafidan men aytib bilaman, bizani iqlimda, bizani shu Xorazm iqlimida nima bor? Endokrin kasalliklar rivojlangan. Bizda quruq havo. Quyoshimiz tikka tushadi. Shuni hisoblanib bizani ayollarimiz dog'ga moyilligi kuchli. Sal uxud etmading bo'ldi. Dog'ga moyillik kuchli bo'ladi. Ham Pechat ko'p ayollarning qo'ymas. eng katta aytadigan xatosi, men har doim aytaman. Dog' bilan kurashib yuzini har xil kremlarni surtadilardan, Dog' getiradigan yuzni lipid qatlamini buzib, Ha. dog'ni kuchaytiradilar. Men hech bir ayolni ko'rmadim. Dog'imni yaxshatdim. Lekin men o'zim dog'li qiz bo'lganman. Dog'im yaxshatib qarasa, dog'imni soyalari bor. Yuzim dum dag'al, kosmetologiyaga boshlagan vaqtim ham dog' bo'lgan. Yillar davomida o'zingizni o'zingiz natdingiz. Davoladingiz. Yillar davomida davolandi. Doimiy SPF. Doimiy SPF. Ham sifatli SPF. Sifatli doimiy SPF. Bizani iqlimda SPFsiz ayollarga men ko'chaga chiqishni tavsiya bermayman. Shundan ham dog' tushish. Bizani iqlimda dog' tushishi kuchli. Shuning. Gormonlardan, hamma narsadan sabab Ilmiy bo'lishi psixologiya mumkin. nima deydi dog' temasini? Buyon taraf o'zi zo'r misol keltirdi. Lekin shu baribir stress bo'lib boradi. Chunki har bir hujayra ishlashi kerak insonning tanasida. Stress vaqtida agar inson gaplab bilmagan gaplari bo'lsa, уже
boyun sohasında Angina bo'ladi. beda ne başlanadi? Kon aylanmay başlanadi. Bera basım düşedi. Beda uje hujayralarda kon aylanmaydi. Bu beda keyin kon aylanmagandan keyin hujayralar immuniteti tushishni boshlaydi. Ana shu joyda kasallik boshlanadi. Endokrin kasalliklar ham shu surunkali ichine yutishdan kelib chiqadi o'zi. Ichki ziddiyat, ya'ni qilishim kerak bilan qila olmayman o'rtasidagi ichki ziddiyatdan kelib chiqadi. Onkologiya ham bizada kuchli, tez rivojlangan. Ava. Nechun davosi yo'q onkologiyani masalan? Har kimda har xil sababga ko'ra. Onkologiya больницасына borganimizda o'zimni yaqinda bir bolamni lo'rab bordim-da. Mendan oldingi o'chirtdagi ayol 50sidan o'tgan ayol ekan. Keyin damakini doktor ko'rib turibdi. Doktor endi men nur olsam bo'ladimi deb turibdi-da. Nima deb savol berib turibdi bu ayol. Nur olishi bilan damakdagi anginani nima aloqasi bor ekan? Yo damakini olishi kerakmi ekan deb o'yladim-da. Yonimda o'tirgan ukasimdan so'radim. Nechun deb turibdi keyiz dedim. Nur olsam bo'ladimi deb necha so'rab turibdi desam aytdi. Epkamda dedi jenskiy tarafdan onkologiya bor dedi. Shuning uchun nur olishi kerak dedi. Lekin dedi anginasini operatsiya etganliklari uchun dedi endi olib bilmay turibdi dedi. Bu bitsa olishni boshlaydi nur olishni dedi. Keyin men aytdim ya qarab turibman, epkangizni yari bormi dedim. Bordan dedim bo'sh dedi. Epkangizni umri dedim erkakdan ishlab o'tganmi ya? Erkaklashib ketganmi dedim. Oilada boquvchi ham oila boshqaruvchi rolini o'tib ketgan desam, to'shni shuni nerdan bildingiz dedi. Qishloqdan kelgan ekanlar. Aytdi doyi deydilar-ku bu yoqda pochchani. Doyim dedim yuvosh, bolajon, epkamga ko'ngillar qaraydigan, endi yuvosh deganda o'shuni erkaklar ham bor-ku o'zi. Ayol kishi bir oldinda bir haqiqiy lider bo'lishini Kuchsiz emas, ularni kuchliligi aslında ayolni avaylashida. Lekin ko'pchilik ayollar uni erkaklarni kuchsiz slabi deb qaraydilar. O'zlari kuchlanib ketadilar. Bunning kuchlanib ketgan erkaklar ayollar o'zi otasına suyan o'lmagandan. Otasına suyan o'lmagan, erkakka suyan o'lmagan, eridan ham suyan o'lmaydilar. Erkaklashib boraveradilar, funksiyasi erkaklashib boraveradi. Natijada miya o'ladi, bunga gormon berib turibmiz har oyda. Har oyda bo'ladigan sikl bor-ku ayollarda. Bo'lishi kerak. Bu lekin buni deydi kuni bilan deydi bir ayolga o'xshab dam olmasa bu, ayolga o'xshab o'zini qaramasa bu, ayolga o'xshab nozlanmasa yoki to'ni ayolga o'xshamasa bunga nima kerak bu sikl deydi. To'xtatadi. Nechun yosh boshlanyapti bizani ayollarda? Klimaks yashar boryapti. 35-30ga tushdi-da. Keyin ana shuni natijasida makki boshlanadi kasallanish. Makkidan keyin ko'krak. Masalan, onkologiya bo'lib operatsiya bo'lgan ayollar bor. Ko'krak olinadi, makki solinadi, lekin makki solinganni onkologiyasi ko'krakini, ko'krak olinganniki makkisini o'tib ketadi. Nechun? Chunki bularda sabab oqibat bilan ishlanilmagan. Xarakter o'zgarmagan. Xarakter o'zgarmagan, hayot tarzi o'zgarmagan. Hayot tarzi o'zgarmagandan keyin uje sabab bu kasb olib tashlash degan narsa kompunksiya, ya'ni oshqozonni olib tashlaganning bu makki ko'krakni olib tashlash ham xarakteri o'zgarmasa keyin insonni kunlik hayot tarzi o'zgarmasa o'zgarmaydi. Ibn Sino ham aytgan-ku o'zini yoniga kelgan bemorlara. Men yonimga kelsang, sen avvalgi odatlaringni tashlashga tayyor bo'lsang kel. Chunki seni men kasalliging bilan emas, odatlaring bilan kurashaman. Qarang, hozir avvalgi zamonlarda, aynan biz onamiz, otamizning zamonida ochliqlar bo'lgan, urushlar bo'lgan 1045-yillar. Keyin shu vaqtlarda psixolog bo'lmagan. Nechun hozir psixologiya, aldaqchi psixologlar, har xil psixologiya bilan ishlashlar rivojlanib boryapti. Ya odamlarning psixologiyasida bir kasallik bo'lib turibmi? Nechun nima bo'lib turibdi? Bir xalq maqoli bor-ku, eshakni yuki yengillashsa yotag'on keladi degan. Ayollara yengillik bo'lib yotibdi hozir. Kir mashin yuvadi kirni, posudamoyka yuvadi, telefonda ko'p o'tiradilar. Vaqtini psixologlarni eshitish bilan o'tirib turibdilar. Lekin aniq bir ustoz tanlamaydilar. Bu psixologning gapi buni, bir psixologniki bunga to'g'ri kelmaydi. Chunki ommaviy psixologiyada soxta psixolog ko'p, psevdo psixolog ko'p. Haqiqiy isbot dalil bilan insonni muammosini ochib beradigan psixolog kam. Birovni kursini o'qib chiqqan bo'lsam, psixolog bu o'zali diplomi, sertifikati bo'lmasa, media olamida haqiqiy ilmiy psixolog keyin kam. Keyin ayollar aytadi, bu psixologning gapi menga to'g'ri kelmaydi. Bu aytadi geningdan deydi, bu aytadi xarakteringdan deydi. Keyin ikkilanib qoladilar. Hipnoza boradi, keyin balachadona boradi. Balachadona boradi. Keyin aytadi, insonni miyasida muammosini bostirish uchun berilishi kerak bo'lgan yechim emas, xavotir, qo'rquv yashaydi.
Bu menin däwedi, bu menin däwedi. Näçün bu menin däp turtdy? Balamy travmasy ketletişim gerek. Şäp erim ýanymda alyp kalşym gerek. Muňça şäp nişetip özgerişim gerek diýen sowal miýede gaýnap ýatypdy net. Undan saýyn stres köpeýip ýatypdy miýede. Şu erimni alyp kalyş diýen şylak bolsa gerek. Hayatyna karasanız görünüp duran problema ýok. Ana şu siz aýtgany uruş däwrindäki problema ýok köpçiliginde hayatynda. Lekin ully özünden problema ýasak gelediler. Çünki bulany tenesini bent etedon, miýesini bent etedon anyk nerse ýok hayatynda. Bular köp wagtyny telefonda muny eşitediler, konkret ustaz ýok insanlarda. Näçe insana ustaz gerek. Ustaz gerek. Bala karaş iş bok gagan azayal. Hawa. Bala karaş ully iş. Men üzüm bala karaşny bir näme desem, şundan bir period o hiç kaçan tekrarlanmaýan period dep nätemem. Meselen özüm ýanyma ýakynda bir erkek alaka çykdy. Mene ýoluma sroçno psiholog siz gereksiz, iltimas. Men şu erkek tapkan, Instagramdan tapkan, joralar arkaly, joralarymyň hatynlary arkaly tapkan. Keyin nobut tutdy. Men buny wagtynda karap bilinme adam. Ujuma öýdemen dedim. Online işleňese iltimas dedim. Ýaxşy dep online netip ýakyp Telegramda ýakyp konsultasiýa terapiýany başlasak, sorat tutma ýaldan nobut dese bilinmen kur ýygly beremen dedi. Yaşasym gelmedi. Erim ýanyna gelse dedi itelet taşyma ýakmydy, hiç nerse ýakmydy. Hayatyna karaýdan bolsak, maşin ba, 2-3 öý ba, bala ba, pul diýen imandan ýatypdy. Öýde bala karaýdan ýanky ba, öýde öýni işlenetedon işçi ba. Hemme nerse ba. Bu aýalda nevroz lekin. Bu aýalda uje hemme nerse bolşy gerek bolup galgany. Isne bu zerikerli hayat. Özünde hareket ýok çünki. Meselen aýallar öwelläýine siz aýtgan wagtynda kirini özü ýuwgan, kirini özü ýuwş arkaly işnetdirip agressiýasyny çykarganlar. Öýni siliş arkaly Kollap-kuwatlaş güçlü bolgan her bir hatynda. Bir bogallar. Şonda aýla tinç bolady. Hazır aýallar erine söylep oturady. Bu wagtky aýallar aýtdyrypsylar dordan wagtky erkekler hem başgaça bolgan. Hazır aýallar oturadydan eri bilen söýleşip oturady, içinde erine pretenziýa bar. Ýok bu hata o psiholog menin däwedi, men däçiş gerek. Şu içinde özü oturady, içinde gülüp durgan meni bar. O adama ýaman görsänlik kalyşdan korkadym meni bar. İçinde ise şu adama karşı durgan menini bastyryş bar. İki insan bar içinde. İki insan, bir tane de iki insan yaşattır. İşi ikisinin ortasında ziddiyet gelip çıktır. İşi ziddiyet ise psikosomatik keserliklere sebepçi bottur. Yani ideal men bilen real men. Real men psikanaliz örgenedi bu nerseni. Real meninde insanda travması ba, aytıp bilmeyen gepleri ba, aytıştan korkulary ba. Lekin ibanın dese, ideal menin dese insanlarda baxtlı gösterecek özünü. Özünü lider aýal gösterjek. Eldindeki adamlara geplese ýaman görüp kalışından korkady. O etap zwanyalarny bent etişi gerek. Özünü zor adam hep gösterişi gerek. Lekin içinde agyrykyndan kaçıp şu tarafa gitedi da. İdeal bolşa hareket ededi. İçindeki agyrykny gizleş arkaly. Bu agyrık dawalanmydy. Bu agyrık durupdy jaýynda. Şu agyrykny görmeslikke hareket etip ideal bolşa intilgeni saýy agyrık özüni gösterip turpdy da. Yani no bilen hayattan zerikiş bilen, yaşaşyny haklamaslyk bilen, özünde özü peýda bolan apatiýa bilen. O apatiýa özünde özü peýda bolmaýdy. Aslında agyrykny dep kat etip näme urat taşymyzdan binte. Binte urat taşymyz. Onu kany beribir çykady. Agyrykny kany. Awa, o şu näme şundan özgerişe nispeten moýullykny güçlilik hem şundan. Lekin çykaryşyny örgenseňdim zor eken o. Da mysal üçin men mysal üçin awelleri ýok, problemalar bolan wagt ýok, ýyglamayman dep mütjeli hareket etesiz-goý mysal üçin. Ýok, ötürbe. Ýok, beter etedi. Hazır şundan derejede men indi özüm aýtdym, şundan derejede men geýe wagty bir ýyglaman 1 minut çykar beremen, boldy ýenem. Hayat güzel da. Evvelkinden ýeňilleşem. Şu 1 minut men lekin çykar berişim gerek. Çykarşyny öýrenseň berber zor eken. Şunu aýallar ba. Ya ideal meninde ýaşaýdylar adam bular. Bulara karasanız pul ba, maşin ba, yüzle çotki uhot etilgen, kaşlar diklengen, botoksla urulgan. Görseýiz bir zamanawy aýalyny çok kysynda ýaşap turgan aýal ýyglap bilmediler. Ýyglap bilmediler. Ýyglasa özlerini güçsüzlik görsetişten korkadılar. Näçün güçsüz görsenişten korkasy dese, güçsüz halata düşüp kalgan yaş wagtynda. Güçsüz halata düşüşüne atasızlık sebepçi bolgan köpçilike. Çünki ataga süýeniş arkaly insanyny aýalynyň içindeki ajizlik uýganady da. Aýallaryň içinde Huda bergen acizelik ve zeyfelik ba. Lekin ana şu ataga süýeniş arkaly güllep ýaşnydy.
Lekin otasiz o'sgan qizlarda bu narsa gullanmaydi. Va bularda otasiz bo'lgandan keyin o'zim hal etishim kerak, muammomni hech kimga aytmasligim kerak, hamma narsani o'zim hal etishim kerak, o'zimni rasxotimdan o'zim topishim kerak, o'zimni muammomni o'zim hal etishim kerak dedilarda, yonida eri bor ularni lekin. Ularni rizqini sababchi aytib Xudo ular juft berib qo'yibdi. Bu odamlar suyan o'lmaydi. Bu ayollar. Chunki o'zini otasini suyan o'lmaydi. Shudan ajrimlar kelib chiqib turibdi. Yana shundan esa stresslar kelib chiqib turibdi. Shundan esa erta qarishlar kelib chiqib turibdi. Keyin ina shu joyda o'zini kuchli ko'rsatacak. Lekin kuchliligimiz biza ayolligimizni tan olishimizda. Ayol bo'lib ojiz, zaif bo'lishimizda kuchliligimiz. Aynan ojiza, zaif bo'lgan erin juftini shundan suyanib biladigan odam ayol kuchli o'z aslida. O'zini suyanib bilmay turib kuchli bo'lsa harakat etgan ayol kuchli emas. Bu ayol kuchsizlikdan qochib kuchli. Chunki kuchsiz bo'lib qolgan yoshligida. Otasini suyan o'lmagan, kerak vaqtida muammosini onasini ayta olmagan, chunki onasi ham erkak ham ayol bo'lib qorib ketgan. Shu joyda niya aytadi, meniki ortiqcha. Shu joyda bu odamga berilgan muammo bu yosh bola-ku, yosh bola vaqtida berilgan muammo bilan o'zi qo'rilib qolgan va ojiz bo'lishi, zaif bo'lishi, kimdandir yordam so'rash degan narsaga tochka qo'ygan shu joyda. Va shu tochka bilan 40 yoshindam, 50 yoshindam yashab, juftini suyanib bilmay yashab, juftini keyin ojiz, zaif erkak deb baholaydilar. Lekin uning erkak yo'q. Uning bo'lishi mumkin. Bu ojiz, zaif erkaklar ham o'zini otasini inkor etib qo'ygan bo'ladi-da. Shunday juftliklar topishadi. Otasidan ko'ngli to'lmagan qiz, onasidan ko'ngli to'lmagan ayol, erkak juftlashadi. Bu sizni niyatingizni ta'sir etadi chunki. Ichki niyati ta'sir etadidan travmalar, xulosalar. Shu niyatingizga ta'sir etgani uchun Xudo amasa niyatiga yarashasini beraman deydi-da. To'g'ri. Shu ayollarda ayol bo'lolmaslik natijasida gormon o'zgaradi. Gormon o'zgargandan keyin tana o'zgaradi. Tana o'zgargandan keyin miyada fikr boshlanadi, ozish kerak, kosmetologga borish kerak. Shunday. Mening nima desam, miyadagi aylanib turgan narsani sirazi bosish kerak. Qidiradi, o'tiradi, takkatadadan bir chiqadi. Psixolog, yo bo'lmasa kosmetologiyani biznes aylantirib qo'ygan kosmetolog chiqadi. Tarqatadi kiradi. Insonning miyasida qiziquvchanlik nuqtasi shu nuqtadan boshlanadi-da. Shona ketadi keyin. Bu yerda haqiqiy davo bormi, yo'qmi qiziqib o'tirmaydilar. Qani buni nasi haqiqiy natija ko'rgan odam yoki bu odamni gaplab turgan gapi, isbot dalili bormi, uni qiziqmaydi. O'sha bunga tez yechim kerak. Chunki bu yechim izlab yosh vaqtimda qo'rilib qolgan-ku. O'zimniki o'zim hal etishim kerak. Meniki lishnida. Shuningdan ko'p narsa bir borib bolalik xulosalarni borib taqaladi. Shuning uchun ham yoshlik bilan ishlaniladi. Terapiya, konsultatsiyalarda. Shuning uchun ayollarning stressini qarshi kurashish emas, stressga kelib turgan sabab oqibat bilan ishlash kerakdan. O'zini rolini qaytarish kerak ayollar, o'zini rolini. O'zini rolini qaytsa, uyanqining yopishib qolmaydi shappik bo'lib bir narsaga. Qolishi kerak arab shoda deb. Shu yopishib qolib turdi-ku erini, juftini. Deb qolsin yonimda dursin deb o'zini o'zgartirib, bu yillarda otasidan ololmagan mehrsizlik ham bor. Yoki haddan ortiq olgan. Haddan ortiq olganda ham qaram bo'lib qoladi odam, umuman olmaganda qaram bo'lib qoladi. Norma oltin oraliq bizani o'zbek mentalitetida kam. Ayollar erkakini yoqish uchun o'zini qarashi bu yaxshi. Yaxshi. Lekin dum barilik kitish darajasida bo'lsa, ya bir nima deb tushuntirsam ekan. Anangni otangga bepardoz go'sitma degan-ku. Ayol erkakka yoqish uchun kosmetologga borishi, salonga borishi yoki o'zini qarashi va normal deb o'ylayman. Yoqishni xohlaydi-ku. U bilan ushlab qolish degani xato. U bilan ushlab qolaman deyish xato. Ushlab qolish o'zi boshqa tema. Lekin ayol o'zini erkakini yoqish uchun o'zini qarashi, uxlatishi, o'zini aro berishi, kosmetologga kelishi, qarashni oldini olishi bu zo'r, yaxshi. Munosabatlar ham baribir Munosabatlar yaxshi, qarashni sekinlashtiradi. Oilada tinchlik, xotirjamlik bo'ladi masalan. Hamma narsa normada bo'lsa yaxshi. Bir ayollar keladi, o'tganlar ham o'zgaradi, o'zini bo'lgan ishonchi, misol uchun yurishlari o'zgaradi, bir ozgina o'zini qarasa, misol uchun toza kiyim giysa,
Ava, do'ppa-doğru taza giyim giysə, üzünə qarasa, salona barsa, kosmetoloqa getsə, yüzləri yaldırab tursa, əri gələndə gül kütüb alsa, bu zo'r komfortku. Buni hamma ayollarga tavsiya etamiz. Yana bir turli ayollarimiz bor. Bu hayotdagi zarbalardan ham yuzlari sovuq qoladi. Hayotda Shuningdek o'tkazgan bir zarbalardan. tanishlarim bor-da, misol uchun ko'rganman, bir kunning ichida Sochlari oqarib Qarib ketishi. ketadi. sochlari oqarib yo ajinlar tushib ketib, birdan o'zgarib ketganlarni ko'rganman. Birdan ham o'zgarib ketadilar. Yoki yosh qizlar, galin qizlar bir nam tajribamda bo'lgan. Bir farzandi kasallangan. Shundan keyin endi farzandi oyoqqa turib 1 yildan keyin sog'lig'i tiklanib, stabil hayotga qaytgan. Lekin ayol yuzida birdaniga o'zini nisbatan qora ko'rinib qolgan. Отпускga chiqqan vaqtim galindadim, shuni unam keyin korreksiyalarga ham vaqti so'rashganmiz. Men shu ishlab berganman. Ishini olib borgandan keyin "Yuzing zo'r bo'pti sani, kestirdingmi ya yuzingni?" deb savol berib turibdilar. Debga rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin deb shuni aytganlar. Lekin siz kesmaysiz. Yo'q, kesmayman. Kesgandek rezultat bo'lganda, yuzi tiklangan bilan, "Ey, yuzingni kestiribmi ya, qara" deb bir-biri bilan so'rashganlar eshitib turibmiz deb men istoriyangizga qo'ymang deb anlatadilar. Hech kim bilmasligi kerak. Keyin bir pora ayollar chiqqanlari bilan keladilar. Ya kelib ketganlaridan keyin bularni istoriyasini kimdir birov aytadi izindən. Ya birov gap ketadi, uni izindən keyin uni taniydi. Buni yaqinda shuning farzandidan bo'ladi, shundan keyin qarib ketdi. Shuning holatlar ham bo'ladi. U vaqtimdan biza, masalan, bizani protseduralarimiz bilan vam o'zini bo'lgan, nima desam ekan, oldingi holatini qaytib biladi. O'zini oldingi holatini qaytib, yana ham hayotini davom ettirishi kerak-ku. Stressdan chiqishini, bir og'riqni malham bo'la oladi. Kosmetologiya. Men kosmetologiyani juda yaxshi ko'raman. Shuning bu toza yangi kasb bo'ldi-ku. Sani yuzingni yosharish imkoni borligini o'zi bir vaqtdan. Vaqtdan. Sani yuzing asilga yuzingni diklab, qo'shatib, yoldiratib qo'yishni iloji bor. Tashqi ko'rinish baribir hamma Tashqi joyda eng ko'rinish birinchi muhim. rolni o'ynaydi. Shuning uchun dim kasbimni sevaman, yaxshi ko'raman, lekin naylari qarshiman. Yosh qizlarning yuzlarini kestirishlarini, yoki Sun'iylikka. sun'iylikka. Yaqinda bir yosh qizga Qoshini teglaridan ham misol uchun kestirib, dapadan shularni hammasi afsuslanadi. Kestirib bo'lganlarni men shuni peshonasini kestirib kichaytirganlarni ham ko'rganmiz-da. hammasi Peshona afsuslanadi. ish o'rim Bundan orttirgan stressi уже yuqoriga tiktirib. bu ikkinchi zarba. Bundan orttirib olgan stressini o'zi ikkinchi zarba. Уже kasal. Hozirni o'ylaydi-da ular chunki. Уже Hozirni yig'lab turibdi. Kestirdi, shram bo'ldi, umrina ketdi. Men aytaman, iltimos shunga aytmanglar, kiyapsiz, butun umr qisinasan axirda. Jog'ir-jog'ir ichim yonadi. Biridan misol uchun kestirayotgan soch arasidan kestiradi Hech birisi xursand emas, hech birisi minnatdor emas. Nabarot Lekin birov aytmas, lekin shiramullay ketadigan bu yerda betar sochni ham yoqimsizlatib ko'rsatdi misol uchun. O'zini qaraydigan, uvereniy qizlar ham masalan kimnidir tavsiyasi bilan qoshini ustidan kestirganlar borku, vaqt o'tgandan keyin deri baribir cho'ziladi, osiladi. Hech bir narsa o'z-o'zidan shiram ayniqsa hech qachon yo'qolib ketmaydi. Shu momentida kojasi tarang vaqtda bilinmay turishi mumkin. Keyin baribir shiram, masalan, qoshlar siyraklashadi, deri osiladi, cho'zilib, bu bir ikkinchi stress. Bu xunuklik gungundan xunuklik berib turadi. Ma'lum bir vaqtda qoshini diklab turishi mumkin. Keyin ayol o'zgaradi-ku, o'zini yoshina yarasha xushroq bo'ladi. Masalan, 25 yoshda boshqacha xushroq, joziba bo'ladi. 30 yoshni o'zina yarasha go'zalligi, 40 yoshni o'zina yarasha go'zalligi. Masalan, 50 yoshar ayol 40 yoshidagi go'zalligini qo'msaydi. Bu bir takrorlanmas go'zallik. 40 yoshindagi ayollar aytaman, dim zo'r, yuzing zo'rsan, xursand bo'ldingmi? Bu ham 30 yoshindagi go'zalligi muhim. Har bir yoshni o'zini muhim go'zalligi bor. Masalan, 25 yoshda aytgan xatosini 40 yoshina kirganda bu 2-3 marta xunuk ko'rsatadi yuzini. 40 yoshida o'zini go'zalligini уже soya soldi. Go'zal emas bo'lib qoldi. Ozgina vaqt turadigan natijani ertangini buzmasligi kerak. Shu.
bu yangi nadagi yani davolab bo'lmaydigan birovni ushlab qolish, yana bir narsa, shu narsalar bilan bog'liq bo'lsa kerak. Lekin men har doim ish kestirsam bo'larmikan? Ish palankasi man yozadilar. Palan yerda kestirsam Hey, iltimos, bir tonna xat yozaman, kestirmanglar, iltimos. Yuzlaringiz shram bo'lib qoladi. Bundan qolgan chandiqdan stress olasizlar, sog'liqlaringizga zarar bo'ladi. Buni aytmanglar, kosmetologning xonasida qapak oldirmanglar. O'zi Bir xotinni kosmetolog ko'zi ko'p kichkina ishlarni bo'lib aytmasligi qolgan. kerak. Plastik xirurg atishi kerak. Har kim o'zini ishini o'zi atishi kerak. Plastik xirurg. Menda apparat yo'q. Men apparatli kosmetologiyaga qiziqmayman. O'zim bir yo'nalishni ushlab oldim. Man shou biznes kerakmidi? O'zim yo'nalishim bor. Shu yo'nalishimda shu ishimni zo'r atib atishim kerak. Pul keladi ekan deb buni olib buni reklama etib, buni olib buni reklama etib, bunga kel, bunga kel. Menda shu narsaga qiziqish yo'q. Balkim bu xatodir. Bilmayman. Men o'zim sevadigan ishimni mukammal etib o'rganishga shu narsaga ko'proq pul sarflayman. Har oyda, har 3 oyda imkon darajasida. O'zimni aytadigan ishim, masalan, full face ishlasam, konturli plastika bilan full face ishlasam, shuni mukammallashtirishga, ustunda qayta ishlashga, shuni kichkina melkiy detallar bor. Yuzingni bir tochkasini ozgina narsa go'zallatib bo'ladi. Shu narsani o'rganish uchun katta pul sarflash kerak. Обычный ulgi bir xil etib ishlash texnikasini hamma kosmetologga o'rgatadilar. Bir maktabda, birinchi maktabda. Bir xil shablon. Bir xil shablon. Bu narsa hammaning yuzuna to'g'ri kelavermaydi. Botoks ham shunday. Botoks ham ajinlarni keltirish mumkin. Yuzni yoshartirib, отекларni keltirib, yuzni yig'ish mumkin. Shu narsa. Mezoterapiyalar kerakini tanlash kerak ko'jaga. Bu yuzga to'g'ri kelmaydi, bunga ursam, baribir bu ko'ngli to'lmaydi. U sen pulini olib qolaverasan. Keyin yana biri aytib o'tirar, men noroziman, shunga bergan pulima deydi. Men hech narsa ko'rmadim deydi. Shu narsadan xudo saqlag'ay. To'g'ri. Shu kerak narsani kerak tochkasini aytib berish, ayollarni go'zalligini o'zini qaytarib berish, qalbi cho'kkan ayollarni shuni o'zini baxtli his etishidan ma'lum bir foiz men hissamni ko'rsam, men o'zimni ishimni aytdim. Men uyga olib boradigan nonimni halolladim. Men ko'p narsa oldim bugun. Xulosa etib hozir men aytib beradigan bo'lsam, значит bir menda surunkali bir muammo bo'lib turgan bo'lsa, buni bir tashqi bir narsalar bilan to'ldirishdan oldin, haqiqatda shu muammo O'zi muammomi? muammomi? Nedan kelib chiqib turibdi? Nishatsam bundan chiqib ketaman deb harakat etishim kerak ekan. Yechimini topish. Misol uchun ko'p yuz yana tashlamasligim kerak ekan. Shuni tushundim. Ko'pchilar. Biz akamni bir gapi bor, turib bilasan deydi. Hayotni o'zi maktab-ku. Hamma narsani o'rgatib olsangiz kelib boraveradi. Shuning uchun boshda bu muammo nedan kelib chiqib turibdi, shuni o'rganishim kerak ekan. Shu ayollar ham shuni tilagan bo'lardim. Agar problemamiz bo'lsa, внешностimiz bilan bu bizani birinchi go'zalligimiz, birinchi ayolligimizni belgilab beradigan narsa, lekin to'g'ri vaqtida chiroyli qilib saqlashni yoki sizni shunday muammongiz bo'lsa, u nedan kelib chiqib turganini topishni, shu bilan ishlashni, ikki taraflama ishlatib turib, o'zingizni har doim chiroyli deb saqlab qolishingizni tilayman. Nodab tilaklar bildirgan bo'lar edingizlar endi bizani Xorazm xalqini, ayollarini. Bizani ayollarimiz shunday go'zal, bizani ayollar dunyo bo'yicha men bir dona deb ham aytib bilaman, lekin respublika buni aytadi. Ko'p aytadilar. Xorazmning qizlari shunday chiroyli. Hammasini tavsiya etadim. Oilalari tinch bo'lsin, har doim go'zal bo'lib, boshqa bo'lib yuringlar. Hammani go'zallik tark etmasin. Qaysidir bir holatlar bularni yuzlarini so'lishini olib kelmasin. Har doim xursand bo'lib yursinlar. Nodir aka, siz nima deysiz bizani ayollarimizga nechuk tilaklar bildirasiz? Hamma narsani vahima etavermaslik kerak. Qachondir muhimlikka oshib ketgan koronavirus hozir yo'q. Bizani go'zal yuzimizni to'sib turgan niqoblar hozir yo'q. Shu vaqtda shu koronavirusdan qachon qutulamiz ekan, qachon erkin bo'lib chiqamiz ekan, global muammoga aylantirgan edik. Hozir yo'q. 5 yil oldingi qaysidir muammo ham hozir yo'q bizada. Hozirgi muammoingiz ham 5 yildan keyin ahamiyat yo'q qoladi. Balkim 5 oydan keyin ahamiyat yo'q qoladi. Ashunday qarash kerak. To'g'ri. Hayotda shu muammoni har tarafdan kelib, hammaga jalb etib, hammani aybdor etib, muammoni battar kattalashtirmaslik kerak.
Muammoni kichaytirib va uni kelib chiqqan sabab-oqibatlari bilan ishlashni o'rganish kerak. Va kimnidir yoningizda olib qolish uchun sun'iylikka netmaslik kerakda. Ichki holatni birinchi. Ichki holat to'g'rilanmasa, siz tashqi tarafdan to'g'rilaгаningizni yana buzib beradi. To'g'ri. Yana buzib beradi. Keyin ichki holatingizni to'g'rilasangiz, siz ham o'zingizni, ham eringizni tushunib bilasiz. Va unga nima kerakligini tutib qolib, shu narsani berib bilasiz. U bilan, bu bilan qasam bo'laman ekan deb har tarafiga o'zini urib tashlamaydi ayollar. Ichki resursini uyg'otishi kerak birinchi navbatda ayollar. Ichki resursini ustunda beklab turgan bo'lsa, maqsad qo'yib olib, endi shunga qarab harakat ichki resursini, masalan, bir blok deydigan bo'lsak, energiyani. Energiyasiz ayol yo'q. Xudo har kun azonda to'g'ri uxlagan odamga energiya beradi. To'g'ri uxlashni bilamiz birinchi o'rinda. Keyin energiyamiz ichon tarafdagi negativga sarflanadi. Energiyasiz emasmiz. To'g'ri berilgan energiyani to'g'ri sarflab bilamiz. Ya'ni ichki norozichilik, agressiya, nishat ushlab qoling, nishat o'zgaring, shu narsalarga qaratamiz. Vaqtinchalik narsalarga ko'proq energiya sarflab beramiz. Shu natijasida biz energiyamiz tugab qoladi ichimizda. Keyin ko'chada energiya topishni boshlaymiz biz keyin. Ichki energiyani uyg'otishni yo'lini topish kerak birinchi o'rinda. Ichki holatni tushunish bu o'zini tushunish deyiladi. O'zini tushunganim boshqalar ham tushunib biladi. Bu psixologiyada emotsional intellekt deyiladi. Emotsional intellektni eng yuqori cho'qqisida yashaydigan odam bu payg'ambar alayhissalom bo'lgan. Hammani tushunib bilgan, o'zini ham tushunib bilgan chunki. Endi u darajaga chiqib bilamiz biz. Lekin o'zimizni darajamizda shu narsada yashashni bilishimiz kerak-da. Emotsional intellekt o'zini tushunish, boshqalarni ham tushunish.